charchamayapsizlarmi? Ozgina sizlarni xavotirga qo'ydim. Bugun 11-may bizlar qilishdi. Rapporasi 2 yil oldin 13-mayda oshqozon operatsiyasini qildirgandim. Hozir eski videolarni ko'rib boshqacha bo'lib ketdim. Haqiqatan o'tda umuman boshqa inson, hozir umuman boshqa inson bo'lganman. Va hozir operatsiyaga kirib ketishdan oldin qanaqadir hayajon, qo'rquv bo'lyapti, chunki birinchi marta operatsiyaga kirganimda hayotim umuman boshqa tarafga, yaxshi tarafga o'zgarib ketgandi. Endi bu operatsiyasi bundan keyin ham, ya'ni o'zimga bo'lgan ishonchim, umuman olganda boshqacha kayfiyat, boshqacha taassurot, yana yangi menni kashf qilish arafasidaman. Shunga ozgina hayajon bor. Operatsiya qanaqa o'tadi, o'zimga kelish qanaqa bo'ladi, og'riqlar qanaqa bo'ladi, shulardan ozgina xavotirdaman. O'zi yanvar oyida operatsiya qildirmoqchi edim, lekin ozgina gemoglobinim past bo'lgani uchun sizga hozir maslahat bermayman, gemoglobiningizni ko'taring, davolaning deganlari uchun. Mana hozir yana may oyiga operatsiyam to'g'ri kelyapti. Hozir gemoglobinlarim yaxshi, hamma analizlarim ko'ngildagidek chiqdi. Lekin ichimda qanaqadir baribir hayajon bor.